Depemaydigan xotenning tavuk kebab doğrusining tanishish retseptini bugun elib keldim. Mazmunni to'liq ko'rib o'rganib oling. Mazmunbek muhim yo'ltiz belgisini bosib saqlab oling. Oldi bilan shangyi yo'pirmoqidan 10 ta atrofit solamiz. Qarmushdan 30 gram solamiz. Lianjangdan 25 gram solamiz. Mazmunimizni qo'llab bir tal yurakni alt raqamlarni yo'llab qo'ying. Lachindandan 15 gram solamiz. Aqmishdan 45 gramdan 50 gramgacha solamiz. Yerlik ko'k ziridan 40 gram solamiz. Tuzdan 15 gram solamiz. Qurtilgan zarangizdan 25 gram solamiz. Vejangdan 30 gram, shesenshangdan 15 gram solamiz. Mushunda har xil kebab va shovkovlarning dori-darmonlarini tanishishni o'rganganimiz ba'di degan do'stlar bormi? Inkas rayoniga 8 raqamdan yo'llab, bo'shansha deb qoldirib qo'ying. O'g'indiganlar ko'p bo'lsa, men tamomliq yo'llab bersam bo'ldi. Kebab uchundan 30 gram, qurtilgan sinjangdan 30 gram, zayfaq xamakdan 45 gram, yumg'oq sutining urqidan 20 gram solamiz. Jejangdan 25 gram solamiz. Vejan yoqtirmaydiganlar solmasanglar bo'ldi. Ta'mni kuchaytiradigan xushpuroq ta'm dorisidan 45 gram solamiz. Orqadan takshi bir qadam aralashtirib, dori-darmonlarni idish mashinasiga solishga tayyorlaymiz. Tanishib olgan dori-darmonlarni idish mashinasiga solib, talqonsimon holatda 3 minut atrofida ezib olamiz. Ustam sizlarning dori-darmon tanishish do'konlarining o'rni qayerda deb so'rabsizlar. Bizning do'konimizning o'rni Urumchi shahar Saybaq rayoni Janxilschang dori-darmon to'ptaqich o'rnida mushakkilib dori-darmon lozim bo'lsa, olib kelsanglar bo'ladi. Orqadan tanishib ezib olgan dori-darmonning ustiga ozroq oq kunji solib o'tgandan keyin aralashtirib o'tib ishlatishga baylasak bo'ladi. O'lchanlik tanishilgan kebab shir dorisi, tonur kebab xurishlariga ehtiyojingiz